Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan o'sha yoshligimizdagi ta'mni eslatuvchi maxroviy pirojnisini tayyorlashni o'rganamiz. Judayam mazasi mayin va yumshoq chiqadi. Albatta ushbu retsept asosida tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Birinchi bo'lib tuxum oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxum oqini shakar bilan yaxshilab ko'pirtirib olgandan so'ng sariqlarni ham solib olamiz. Unli massamizni ham solib, tayyor bo'lgan biskit massamizni teng ikkiga bo'lib listga solib pishirib olamiz. Ikkita listda. Ikkinchi shokoladli biskitimiz ham xuddi shu texnika asosida tayyorlanadi. Tuxum oqiga shakar solib olib ko'pirtirib olamiz. Alohida idishda unli kakaoli massamizni aralashtirib olamiz. Ko'pirib chiqqan tuxum massamizga tuxum sarig'ini solib olamiz. So'ng unli massamizni ham solib, biskit xamirimizni tayyorlab olamiz. Bu massamizni ham teng ikkiga bo'lib, ikkita listda pishirib olamiz. Endi navbat krem tayyorlashga. Qaymog'imizga varyoniz sgushyonkani solib, qattiq holatga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Biskitlarimiz pishib chiqqach, yaxshilab sovutib olamiz. Kremimiz ham tayyor bo'ldi. Sirop ham tayyorlab qo'yamiz. Opisaniyada sirop retseptini ham to'liq yozib qoldiraman. Go'shtlarimizni yaxshilab siroplab, kremlab olib, yopishtirib olganimizdan so'ng eng ustini biskit chetidan chiqqan kroshkasi bilan bezatib olamiz. Yanada ko'proq shunaqa mazali retseptlarni o'rganishni xohlasanglar, sizlarni o'zimning Telegram kanalimga taklif qilaman. Hozir kungacha Telegram kanalimda 500 dan ortiq retseptlar o'tilgan. Profil shapkasidagi havola orqali Telegram kanalimga ulab olishingiz mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa, duo qilib qo'ysanglar xursand bo'laman.